Bu qora kepka, lekin bugun sizlar bilan qora kepkalar haqida emas, qora kaskalar haqida gaplashamiz. Qurilishda qora kaskalar mavjudligi va ulardan kimlar foydalanish haqida bilasizmi? Agar bilmasangiz, batafsil videoni kuzating. Biz sizlarga qurilishdagi foydalanadigan kaskalar haqida ajoyib ma'lumotlarni yetkazamiz. Birinchi navbatda qurilishda turlicha kaska ranglari mavjud bo'lib, ular asosan xavfsizlik nuqtai nazaridan kelsa-da, ammo ularning rangiga qarab turlicha ma'nolarni anglatadi. Bulardan birinchisi oq rangli kaskalar bo'lib, oq rangli kaskalardan asosan qurilish nazoratchilari, loyihachilar, injener muhandislar yoki proyekt menejerlar foydalanadi. Bundan keyingi kaska turi bu sariq rangli kaskalar bo'lib, ulardan asosan ishchilar yoki yordamchi ishchilar foydalanadi. Undan keyingisi ko'k rangli kaskalar bo'lib, undan asosan ustalar yoki bo'lmasam elektriklar foydalanadi. Undan keyingi rangli kaska bu qizil rangli kaskalar bo'lib, ulardan asosan yong'in xavfsizligi xodimlari foydalanadi. Yashil rangli kaskalar ham mavjud bo'lib, yashil rangli kaskalardan mehnat xavfsizligi xodimlari yoki sog'liqni saqlash xodimlari foydalanadi. Bundan keyingisi to'q sariq rangli kaska bo'lib, to'q sariq rangli kaskalardan asosan obyektga tashrif buyuruvchi mehmonlar yoki bo'lmasam hali ish tajribasiga ega bo'lmagan stajyorlar foydalanadi. Bundan tashqari qurilishda qora kaskalar mavjud bo'lib, qora kaskalardan asosan oliy martabali rahbarlar yoki bo'lmasam muayyan bir yuqori lavozimli kishilar obyektga tashrif buyurganda ushbu kaskalardan foydalanadi. Agar sizga ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'ying va sizni o'zingizni sariq, oq yoki shu kabi turli xil rangda kaskalar kiyib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Tez fursatda ularga ham eng kamida oq kaska yoki bo'lmasam qora rangli kaskalardan foydalanish nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.